Shu ish yomon, gunohligini bilyapsizlar, lekin baribir qayta-qaytadan o'sha narsani qilyapsizmi? Shu videoni oxirigacha ko'ring, shunda tushunib yetasiz. Bolalikdan ota-ona bolani yaqinlari erkalab, silab, siypab katta qilish kerak. To'g'rimi? Chunki insonning eng katta organi terisi. Bola "Men seni yaxshi ko'raman" degan so'zni tushunmaydi. Uni ko'tarib, quchoqlab, silab, erkalaganning hisobiga o'shanda yaxshi ko'rilayotganini sezadi, his qiladi tanasi bilan. Va o'shanda u xotirjam bo'ladi. Agar uni erkalashmagan bo'lsa, e'tibor kam bo'lgan bo'lsa, keyinchalik u bolada ichida qolmagan ehtiyoji qolib ketadi. Ana o'sha ehtiyojni keyin ota-onadan ola olmagandan keyin uni tashqarida qidirishni boshlaydi. Va shuni hisobiga u gunoh ishlar qilishni boshlaydi. Nomahram ayollar bilan munosabat qilishni boshlaydi. Chunki u nomahramdan o'sha erkalashni his qiladi, yaxshi ko'rayotganini his qiladi, o'ziga bo'lgan ishonchi oshib ketadi va shu surunkali qilishni bor. Lekin ichidan bilib turadi, что bu noto'g'ri va katta gunoh ish qilayotgan. O'zini to'xtata olmaydi, sababi ichida bosimi bor. Uni shunaqa yomon yo'lga yurishiga sababchi qiladi. Ichidagi og'rig'i, erkalanmaganlik hissi insonga bosim beradi, bo'shliq beradi. O'sha bo'shliqni to'ldirishga intiladi. Nafs deymiz-ku. Nafsi bir bo'lagi shu qolmagan bolalikdagi erkalanish ehtiyoji qolmaganini hisobiga u keyinchalik shu holatga olib keladi. Ota-onalardan so'ragan bo'lardim, bolalarni yoshligidan tana orqali mehr berib, uni quchoqlab, terisi orqali silab, katta qilinglar, shundagina u mehrga to'lgan, mehribon farzand va inson bo'lib yetishadi.